Ovozni eshitamiz. O'rizniki balandmi, bunikimi? Assalomu alaykum o'rtoqlar. Hamma sport qiladigan teng raqiblarni bitta joyga jamladim. Hozir kuchini ko'ramiz. Lamborghini Urus sotilgan. Bu ikkita mashinamiz hozircha sotuvda. Narxlar normalniy arzon. Lamborghini Urus G-Wagen 2025 model AMG X6. Oddiy X6 bo'lganda agar kuchi tengmas deyishlari mumkin edi. M Competition haqiqiy M paket X6. Bir boshdan ko'rib chiqamiz. Qaysi biridan ko'raylik? Birinchi gelikdan ko'ramiz. Gelikni baribir ovozi pastroq, lekin buni ham ovozi padarka emas. 2025 AMG Gelik V8 biturbo, bezkulchovay do'stiflari bor. Eshikni yopilishini qaranglar. Mana bunaqa salon kutib oladi bizni. Birdaniga sportga qo'yib eshitamiz. Bitta bosamiz oddiyda. Endi sportga qo'yib. Buni mana bunaqalar shilib tashab qo'yamiz. Voy, ovoz o'zgardi. Tablolar agressivniy bo'ldi. Davay, bitta like. Aqlan. Voy, salonni ko'rib qo'yinglar boshdan. Asosiy ovoz eshigida-yu. Buni mana bu ovoziga hamma o'lishadi. Tarvor. Mana bu boshqa gap. Xo'sh, Urusni ko'ramiz. Hali gelikka layq qo'ymagan Lamborghini Urus muxlislari, davay Lamborghinining kuchini ko'ramiz. Bu ham 4 litr объемli, bezramishni mana bunaqa. Krasavchik, eshiklar kutib oladi. Voy. Bu bir. Voy, buni var ovoz boshqacha-da. Hali sportga qo'ymadim. Mana sport. Sportda bitta qilamiz. Ovozingni bitta eshitib, chempionlik uchun kurashamiz. Hay. Karstradan qo'rqib ketdi. Вообще. Bu yerda palli-pallisi, mashinani ham palli-pallisi. Koreyadagilar yaxshi bilishadi. Palli-palli degani tez-tez degani. Rostdan tez-tez mashina bu. X6 oddiy X6 emas, M Competition. Gazni oxirigacha bossa yoki yer sharidan chiqib ketadi, yoki yer shari tezligini mana bunaqasini aylantirib yuboradi. BMW X6. Qora diskalarda faqat qora rangga urg'u berilgan dizayn. Qizil salon, sportivniy salon. Mana ularning turishini qaranglar. BMW Go. Urusdan pastga o'xshayaptimi deyman pacho'da. Davay BMW, uyaltirmaymiz. Sportga o'tkazmadim. Mana bu juda baland ekan. Sportga o'tkazamiz. Keyin gaplashamiz sizlar bilan. Ketdi, sportga qo'yamiz. M-mod, mana buni qaranglar, special turishini. Rodda turgan ekan, sportga o'tkazamiz. Voy, tablolarga katta tezliklar chiqdi. Ovozchasini. Voy, Urusdan sal pastroqmi ovozi, lekin buni ovozi-chi seryozni. Xullas, BMWning muxlislari bitta like qo'yavermasanglar bo'lmaydi videoga. Ketdi. Mana bu Monsterda O'zbekistonga CIP O'zbekiston $142,000 berib yuboriladigan joy. Birinchi qo'lda. Bunaqa narxni hech kim bera olmaydi. Gelikni ham O'zbekistonga CIP O'zbekiston $182,000 narx qo'ydik. Qani boshqalar narxi bilan solishtirib ko'rib, kommentariyaga yozishlaringiz mumkin. Kim bundan arzon olib kira oladi O'zbekistonga? Sizlar bilan Barlos Avto Shinkar kompaniyasi bilan birga ishlaymiz. Koreyadagi nomer 1 eksport kompaniyalaridan bittasi. Yangi mashinalarni mana shunaqa topilmaydigan yagonalarini topib berish bilan shug'ullanadi.